Assalomu alaykum do'stlar, qadrli do'stlar. Lamon Sendi to'g'rilarimiz sotuvda. Lamon Sendi to'g'rilarimizni eng arzoni birinchi qo'lda akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Manzil Farg'onada. Narxlari kelishilgan holatda. Shu 50 mingdan shu bag'ida misol qancha ko'p olaman desalar, aviomda shuncha arzon tushib berilaveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma viloyatlarga Qirg'iziston Respublikasiga ham dastavka bor. Hozirgi kunda chegaralarimiz ochiq. Xudoga shukr, bemalol o'tkazsak bo'laveradi. Bundan oldingi partiyalarda ham ko'pini Qirg'iziston Respublikasiga sotildi. To'g'rilar uzoq vaqt turmaydi. Oldindan zaklat qilib qo'yishlari mumkin. 15-yanvar kuniga xudo xohlasa 2026-yil 15-yanvarga to'g'rilarimiz 100 kunlik bo'ladi. Emlamalar qilingan, sog'lom sizlarga topshiriladi. Keyin birinchi boquvchilarga qanday boqish bo'yicha maslahatlar ham berib boriladi. Men to'g'ri olayotgan odam oldin bunday surishtiradi, narx-navolarni surishtirgan bo'lsalaring, misol hozirgi narxi misol 60 ming, 65 ming so'm shunaqa bo'lyapti narxlar. Bu akamiz o'zi hamma yo'g'i o'zidan chiqadi. Yemlarini ham o'zi tayyorlab, o'zini ratsioni asosida boqqanligi uchun arzon beryapti. O'ziga arzonroq tushganligi hisobidan. Bemalol kelib ko'rib netib olaverasizlar. Telefon nomerimizni pastga yozib qo'yamiz. 91 123 46 53. WhatsApp, Telegramlar doim ishlab turadi. Telefon qilganlaringda ololmay qolishimiz ham mumkin. Ololmay qolsa SMS yozib qo'ysalaring bo'ladi yoki WhatsApp yoki Telegram orqali aloqaga chiqaverasizlar bemalol. To'g'rilar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Lamon Sendi yiliga 300-310 ta tuxum beradi. 2,5 yil 3 yil bunaqa setkada boqilgan firma sharoitida nima qiladi, tuxum beradi. Yaxshi davri hisoblanadi, tuxum berish yaxshi davri. Ko'pchilik o'ylanadi, bu to'g'ri olgandan keyin qariganda nima qilaman desa, u bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Buni o'zini go'shtga oladigan xaridorlari bor, kelib olib ketishadi o'zlari. Shunday misol nechta 10 mingtami, 15 mingtami, 20 mingtami nechta bo'lsa shunday kelib olib ketaveradi. To'g'rilarimiz ob'yomda 6000 dona bor. Misol 100 ta, 200 ta oladiganlar ham bemalol aloqaga chiqinglar. 100 ta, 200 taga ham savdo qilinaveradi. Bundan tashqari to'q setkalarimiz ham bor. To'q setkalarimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida. Setkalarimizni Xitoy setkalar bor, sovetskiy setkalar bor. Xitoy setkalar asha piramida bo'lib o'rnaydigani, sovetskiysi etajovka bo'lib o'rnaydiganlari. Bundan tashqari yana Nepalnigimiz ham bor. Nepalnilarni ham qo'shqolari bilan pastda yangi hisobda hamma yo'g'iga garantiya beriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.